Assalomu alaykum aziz obunachilar, yana bir fayzli xonadonimizni tunuka fon ishlarini qilib berganmiz. Bu obyektimizni Andijon viloyatining Marhamat tumanida qilib berdik. Ichkari tomon shapkasi, tashqari tomon shapkalarini qilib berganmiz. Ko'rib turganingizdek, mana shu joydan bu joyigacha, adashmasam 29 metr joy qilib berilgan. Xo'p, 1.15 sm atrofida shapkamiz bo'lishi kerak. Tarnovini ham qo'yib berganmiz. Tarnovini metrini 60 ming so'mdan qo'yib berdik. Tunuka fonimizni lesasi, reka, samarezlari, tunukalari hamma rasxoti o'zimizdan bo'lganda 140 ming so'mdan qilib berdik do'stlar. 140 ming so'mdan tunuka fonimizni, 60 ming so'mdan tarnovimizni, 45 ming so'mdan mana bu turbalarimizni qo'yib berganmiz. Tomonda ham ozgincha joylari bor, sizlarga ko'rsatib o'taman. Xo'p, ko'cha tomonida mana shu joyini, faqatgina hozirchalik mana shu joyini qilib berdik. Ko'cha tomoni bilan ichkari tomonini bir xilda komplekt qilib, tarnovini qo'yib berganmiz, qoshli qo'yib berganmiz, ko'proq qilib karnizlariga tillo kamarlarimizdan qadab chiroyli qilib berganmiz do'stlar. Liniyalariga e'tibor beringlar, tekis holatda, juda ham sifatli holatda chiqdi. Ranglari ham juda ham uyni ochadigan ranglardan bo'ldi. Uyingizni travertin qilmoqchi bo'lsangiz, молочный bo'ladigan bo'lsa, mana oq rang qilinadigan bo'lsa, uyg'unlashib ketsa bir-biriga aytaveradi inshaalloh. Xizmatimiz vodiy bo'ylab bemalol aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Inshaalloh sizlarning xonadoningizda ham tez kunlarda bizga zakaz bersanglar, ishlarni bitirib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shu nomerimizda Telegram, WhatsApp ham bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.